Boshqa bo'lgan. 30 ta tuxumni dunyo vahimasi bo'lyapti. Jinnimiz 30 tuxum vahima dedi, hasakan 30 tuxum. 35 deb boraman. Katta ketib, 35 tuxum hasakan emas ekan. Boraman javob. Aliz yetami? 100%. Qarang bo'lmasa, 35 ta emas, 40 deyaversangiz, любой joyga bir haftalik sayohat mendan yoki telefonim shunday berib olaman, shundoq просто yoki 7-8 million so'm pul telefon devasiga berib olaman. Xohlagan tanlab olasiz, javob beraman. Agar 40 ta tuxum yeyapsiz, ahli yetadimi? 100% yetadi deyaman. Davay. Javob to'plamaysiz? Javob. Yaxshi. Tabiat dedingiz, tabiat, toza havo dedingiz, toza havo. Gapga javob qiling endi mana 40 ta tuxum. Qarang. To'laychi. 40 ta tuxumga shuncha muammomi? Yeymiz-da. Qarang, bosingchi. Bosamiz. Ketdi do'stlar, 40 ta tuxum. Gapga javob qilarmikin? Tomosha qilib turing. O'sha ish qilib duxpurga o'tirgan bo'lsangiz to'xtata olaylik. Hazakam narsa emas. Ko'p gapiravermay, choy bilan nonni olib keling, tomosha qilib turing. Bo'ldi, bosing oshda gap yo'q. Bo'ldi, oshda gapirmayman. Bosing ketdi. Hozir ko'zingiz yetyaptimi? Mevarisiga nima deb o'ylaysiz siz hozir? Tomosha qilib turing. Men sekinlashib qo'yganiga qaraganda, men sekin bizamda bahana istayotganga o'xshayapsiz-da. Shunga ham mazasi qochmadimi ish qilib? Hozir tuz qo'shtirmabmiz, tuz olib chiqmabmiz. Yo'q. Bunaqa gap-so'zlar bo'lmaydimi? Qilamiz dedim, qilamiz. Davay. Просто oshqozonni ham qiynab qo'ymay deb, sen sekinlashib ol. Bo'ldi, yaxshi, yaxshi. Unga biz ham yaxshi. Oxirgisi. Diqqat oling. Ya yeyman dedim-da. Yolg'on bo'lmasin ana. 14 Pro Max, 14 Pro Max. Aytganman 14 Pro Max yokida, chunki bunda hozir men media fayllarim juda ham ko'p, media fayllarim. Aytganman, lekin 14 Pro Max yoki shuni eng zo'riga arziydigan summasi. Masalan, hozir borsak $500 olsa, $500 olsa, telefon bozor ko'tarsa $600. $600 na beraman deganman, mana hali yeb tugatgani yo'q. $8 million so'm pul. Telefonimga arziydigan 14 Pro Max ga masalan 8 millionga 14 Pro Max tepasini beradi desanglar yana qo'shib beraman. 8 millionga normal 14 Pro Max kelsa kerak. Tanini yoki telefonini beraman deganman. Yo, telefoningni olaman desa ham ichida media fayllarni o'tkazib olib turib, telefonni o'zini ham berib olaman. Gap, lavz. Prosta bu narsada endi bizning kontentlarimiz, lichniy narsalar juda ko'p bo'lgani uchun o'ziga aytganman. Oshna mana telefon, xolos buni oling. Bu sizga batmiz. Qo'l qoldim, lekin juda ham qo'l qoldim. Men rostla ishonmaganman. Rostla ishonmadim. Hech qanaqa mana Alloh guvoh hech qanaqa shar'lik bir qilib ko'rib netmayapmiz. Men gapirdi, ishonmadim, davay dedim. Bu davay ahlim yetadi degani uchun men o'z yutug'imni qo'yganman. 8 million pul yoki telefon ochda xohlagani sizga. Bitta mehnatga, riskka bitta like bosib qo'yinglar. Tanishlariga ham jo'natib, challenge qiladiganlar bo'lsa ham kutamiz. Men qoyil qoldim. Befarq bo'lmasdan bitta like bosib qo'yinglar. Pardesh qilib turinglar. Zo'r kontentlarni harakatidamiz. Katta mehnat ketyapti hamma narsani olib. Hozir sizga omad. Xohlasangiz bu, xohlasangiz lekin baribir ishonmadim. Mana desdagi qoyil qoldim. Qilaman deganimni qilaman, bilasizmi? Mana desdagi haqiqatda 2 barobar, 3 barobar qoyil qoldim. Qilaman deganni erkak kishi oxirigacha harakat qilish kerak.